Sharof Rashidov tumanidagi Kiyovboshi mahallasida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari izchil davom ettirilyapti. Mutaxassislar tomonidan hududdagi tabiiy gaz quvurlarining texnik holati o'rganilib, ularni tartibga keltirish va tashqi ta'sirlardan himoyalash maqsadida maxsus himoya bo'yoqlari bilan bo'yash ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, iste'molchilarga o'rnatilgan gaz hisoblash qurilmalarini ko'cha qismiga chiqarish ishlari ham olib borilyapti. Bu gaz sarfini nazorat qilish, hisoblagichlarning holatini kuzatish va iste'mol qilingan tabiiy gaz hajmini aniq hisobga olish imkonini beradi. Ayni jarayonda gaz tarmoqlari, hisoblash qurilmalari va boshqa gaz jihozlarining texnik holati ham o'rganilib, xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda Sharof tumanining eng og'ir hududlaridan biri hisoblangan Kiyovboshi mahallasi tanlab olinib, ushbu hududda kuchaytirilgan tartibda ishlar tashkil etilgan. Hozirda 24/7 rejimda o'tganmiz. Har bir hududdagi gaz tarmoqlarining to'liq loyihalash ishlab chiqilib, estetik jihatdan tartibga keltirishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlar yakunida hudud tabiiy gaz iste'molini soatlik, kunlik va oylik to'liq yuritish, manfiy tafovutni to'liq keskin qisqartirishga erishish ko'zda tutilgan hamda barcha xonadonlardagi gaz jihozlarini energiya tejamkor gaz jihozlariga o'zgartirish orqali tabiiy gazni iqtisod qilishga erishishi belgilanib, aholi o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rishdan asosiy maqsad yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarning oldini olish, gaz tarmoqlarining barqaror ishlashini ta'minlash hamda iste'molchilarga ishonchli va xavfsiz xizmat ko'rsatishdan iborat. Bunday tayyorgarlik ishlari Jizzax viloyatining boshqa hududlarida ham belgilangan reja asosida davom ettirilmoqda.